Assalomu alaykum qarindoshlar. Mustaqillik yo'lida izlanish programmamizning 50 soniga xush kelibsiz. Bugun biz Salih Xudayar efendimni, hukumatimizningki Tashqi ishlar ministri Salih Xudayar efendimni bu programmamizga taklif qildik. Programmamizga xush kelibsiz. Bu programmamiz bugün 50 soniga qadam qo'ydi. Biz izchilligimizni davomlashtiramiz. Vaziyat va mulohaza degan temada bugun Salih Xudayar efendim bilan suhbat quramiz. Oldu bilen biz bugünkü söhbetimizni bizning Cumhur Reisimiz Mantin A'loning hamkorlik munbirining qurilish marosimida naql qilingan ushbu hikoyasini boshlaydi. O'g'lim degan edi buvim bir kuni menga. Biz karvonchilar yo'lda hamrohlarga bek diqqat qilamiz. Chunki yo'l uzun va mashaqqatli bo'lg'achqa hamrohdan chatoq chiqsa, butun ishingdan chatoq chiqadi. Biz odatda hamrohlarimizni biri açıklanganda, yani biri ilim verimde, ahırda seferde, hem sefer bulanmazsa sınaf durur. İlim verimde ular nefsaniyetini, açıklanganda karakterini, seferde hem nimisini ifade eder. Olup mu seferde hem sefer bulanmaydıganlıkını bayıksa, ular bilen ikinci sefer kılmayız. Bu sözde tolumu çonqur hikmet var. İnsan ağızdaki laf bilen emez, eksince emri kılgan işaretlerinden sınavdır. Tünükün biz bir iş kıldık. Hükümetimiz Amerika ve Kanada Katarlık devletlerde namayış ulaştırıp bu kaygılı matem günümüzünü hatırladı. Amerika'da her kıtımlık namayıştır bulunan tosalgılıklarını Xitay halkçılarının parakendeciliklerini yenip yeni bir kıtım Aksaray'ın aldı da galdilik namayış kılıp Xitay'a yakladı. Hoş Salih Xudayar efendim. Tünükinki 12. oktyabr kılgan namayışın doğruluk ve bu gününki ahmeti ve bunu tanışınki zörlük doğruluk sözler. Rahmat. Hammalarga ma'lum bo'lganidek, ya'ni tunugun 12 oktyabr 75 yil ilgari 1949-yilda Xitoy tajovuzchilari Sharq Turkiston ziminiga bosib kirdi, qurolliq bosib kirdi va bugungi davomlashayotgan irqiy qirg'inchilik, mustamlika va bu zulmga yo'l ochdi. Bu milliy noktadan biz için en facialık gün, bir tragediyalık gün, bir milliy matem gün. Şunun için biz bu günde xalqaraga bolup mu hem düşmanımızga hem xalqaraga biz Şarq Türkistanlıkla Xitayning tajovuzchiligini tajovuzchilikka qarshi turamiz, red qilamiz va bu qonunsiz va biz hiçbir vaqt bizningki davlatchilik haqqimizdan, egilik huquqimizdan, mustaqilligimizdan voz kechgan emasligimizni bildiramiz. Va undan sirib biz yana xalqaroniki bo'libmi demokratik davlatlarniki agar haqiqatan demokratiyani, kishilik huquqni öz taqdirini öz belgileşini ve erkinlikni ve mustaqillikni himoya qiladigan tashabbus qiladigan bo'lsa, adolatlikni tashabbus qiladigan bo'lsa, qilmasligini. Bu bugungi Sharq Turkistonda davomlashayotgan bu irqiy qirg'inchilikningki yildizi shu Xitoy Sharq Turkiston ziminiga tajovuz qilganligidan boshlanganligini tutishganligini xalqaraga bildirdik va xalqaraga buni e'tirof qilishga chaqirdik. Ya'ni Sharq Turkistonni besilib olgan bir davlat deb chaqirdik. Bu yerda men qisqachaning ba'zi tashkilotlarimiz, ya'ni ba'zi tashkilotlar va ba'zi o'zini da'vogar deydiganlar, rahbar yoki u deydiganlar yanalar Xitoyniki 10 ayning birida, ya'ni Xitoy belgilab bergan shu Xitoy qurulmuş xalq jumhuriyati hokimiyat aralashib kommunistlar, millatchilardan, go'mondondan kommunistlarga hokimiyat almış kelgan kunni, shu kun Xitoy bizni tajovuz qildi deb o ta'tur amaliyot uyg'un emas, yolg'on tashviqotlarni va qilgan bo'ldi va buni tashabbus qilgan bo'ldi.
Bunu da qilish maqsad. Endi men to'la o'yladim, nima uchun buni bunday qilyapti? Chunki aqlimda hamma narsa qarab o'ylab chiqarganim shu. Bu bayam deganimdek Xitoy ichida Xitoy deydi-ku biz umr Xitoy to'q hech narsa bo'lmadi. Biz 2010 yilda Xitoy to'q qanday yangi davlat qurmadik. Biz faqat hokimiyat almashtirdik. Yangi Xitoyni nima qildi o? Yani bir demakchi Sharq Turkistonni deydi bu Xitoy azaldan Xitoyning bir atalmış bir partisi shunday gap qildi ya. Ana u onun joyining bir qabul qilsa Xitoy Sharq Turkiston zaminini 10 joyining bir tajovuz qildi desak, Xitoy deyap qo'pib chiqalaydi. Biz hokimiyatlarni almashtirdik. Biz burun batib yerda deb ma yolg'onni iddiani o'tirib qo'ydi. Amaliyot bo'lsa 10 ayning 12 kuni Sharq Turkiston bilan Xitoyning chegarasizligi o'sha Yuman Angshidin shu vaqtda o'tdi. Xitoy tajovuz qilib, shu vaqtda Sharq Turkiston zaminiga qadam bosdi. To'g'ri. Va davlatimizda masalan bu yerda tajovuzchilik bilan ishg'oliyatniki ikki ayrim nimasi bor. Tajovuzchilik degan shu hujum qilib chirish, ishg'oliyat degan hujum qilib chirib bo'lgandan keyin shu hammayani kontrol qilib bo'lgandan keyin uni ishg'oliyat rasmiylashadi. Biz davlatimizni Xitoy Sharq Turkiston tajovuz qilgan vaqtda 10 ayning 13-chi tajovuz qildi. 10 ayning 14-chisi, 12-chi tajovuz qildi, 14-chisi Qumulga yetib keldi. 20-chisi 10 ayning 20-chisi Xotin deyman, Urumchiga yetib keldi. Onandaki 11-ayninki oxirlarigacha G'o'ji tarafda Manastirda Sharq Turkiston Jumhuriyatiningki kontrolligidagi rayonlarga tajovuz qilib chiydi. Ondan keyin Qashqarga 12-ayda chiydi. Sharq Turk Xotinga 12-ayninki 23-kunga. Ya'ni ayat Qashqar G'o'jida Sharq Turkiston Jumhuriyatini ag'dirib bo'lgan o'xshash kunda Xotindagi Sharq Turkistonning Xotin diyoriga tajovuz qilib, ishg'ol qilib chiydi. Buni bilishimiz kerak o'z qarindoshlar. Biz agar Xitoyniki 10-ayning 1-ni nima tajovuz qildi deb qabul qilsak, milliy tarix faktlarini qayirib qo'yar. Dal shu Xitoyniki propagandasiga o'ynab turamiz. Xitoy deydi, mana biz burun batib hokimiyatlarni o'zgartirib, bular o'z ko'ngli bilan bizga qitildi deb shunda sapsatlarni qildi ya. Bunun qarshilik berish. Va bizningki hech bir vaqt Xitoyniki bu tajovuzchilikni yo'l qo'ymaganligimizni va bu tajovuzchilikni, bu ishg'oliyatni qabul qilmaydiganligimizni va Sharq Turkiston xalqi xalqaro qonun bo'yicha boshqalarning qanday o'zininki mustamliki kuchlar qarshi o'zining ozodlik uchun, o'zining mustaqillik uchun kurash qilish haqqi bo'lsa, Sharq Turkistonningkimi o'xshash shunda haqlari bor. Shuning uchun xalqaro ikkiyuzlumchilik qilmaslik kerak. Xalqaro Sharq Turkistonninki o'zining Sharq Turkiston zaminini tajovuz qilayotgan Xitoy tajovuzchilarini qo'llab chiqarib, Sharq Turkistonning mustaqilligini asl keltirish harakatini qo'llashini chaqiriq qildik va yana davomli xalqaro bilan doim deydi, biz hargiz bunda irqiy qirg'inchilikni hargiz qaytadan takrorlashiga yo'l qo'ymaymiz deb har yili Holocaustni xotirlaydigan vaqtlarda har yili davlatlardan tortib, shaxslardan tortib, ziyolilardan tortib butun dunyo va'da qildi, tashkilotlardan tortib. Ammo u va'da amal qilinmayapti. Sharq Turkiston 75 yilning yozi Xitoy tajovuzchilik qilyapti. 75 yilning yozi Xitoy Sharq Turkistonda bu irqiy qirg'inchilik siyosatini epiryapti. 75 yilning yozi xalqaro ko'z yumib qo'yib, bugungi
Xitoyniki bugunkidek iç holatda Sharq Turkistonda cho'ng ko'lamli irqiy qirg'inchilikka kirishiga va butun dunyoga tehdit bo'lishiga xalqaro yo'l ochib qo'ydi. Shuning uchun biz agar xalqaro bo'libmi Amerika hukumati va yana deyman, Amerika hukumati haqiqatan kishilik huquq, insoniyat va hargiz qaytib takrorlamaymiz. Bunday jinoyat takrorlash yo'l qo'ymaymiz. Biz har millatning o'zining taqdirini o'zi belgilashini qo'llaymiz deydigan prinsiplarga haqiqatan sodiq bo'lsa, Sharq Turkiston masalasini haqiqatan jiltizidan tatib qo'llash kerak va jiltizini e'tirof qilish kerak. Bu masalaniki Xitoyning atalmış kichik masalasi emas ekanligini yoki bu Xitoyning kishilik huquqiy masala emas ekanligini. Aksicha bu Xitoyniki Sharq Turkiston zaminiga tajovuz qilib kirgandan tortib bo'layotgan, davomlashayotgan bir irqiy qirg'inchilik, bir mustamlika, bir ishg'oliyat siyosati ekanligini, harkat ekanligini e'tirof qilish kerak va buning qarshi harakat qilish kerak. Aslında men boshqalarning tilg'am yo'q, ammo nurg'un davlatlarni Amerika va G'arb dunyosi qo'llayapti. Mayli Tibetlikni bo'lsin, mayli Ukrainani bo'lsin, mayli Falastinlikni bo'lsin. Falastinlikning bilan bizniki o'xshamaydigan yerimiz, biz mustaqil bir davlatimiz bor, Sharq Turkiston Jumhuriyatida. Falastinliknikida Falastin davlatida hech narsa yo'qdi. Osmanlı imperiyasının astidagi bir viloyatdi. Faqat xolos shu. Ularninki mustaqillik haqqi bor, ularninki xalqaro qonun bo'yicha tajovuzchilikka qarshi haqqi bor, ammo biznikini haqqimiz bu haqqimiz bo'lmaydi. Bizniki albatta bor. Va bular agar bu g'arb dunyosi haqiqatan Sharq Turkiston masalasiga azchilik insoniy nuqtai ko'ngil bildigan bo'lsa, buni e'tirof qilish kerak va bu ishg'oliyatni, bu irqiy qirg'inchilikni, bu mustamlikani to'xtatishninki birdan bir yo'li Sharq Turkiston davlatininki mustaqillikni asliga keltirish ekanligini e'tirof qilish kerak va shu yo'lda bizga xalqaro qonun bo'yicha moddiy, ma'naviy va siyosiy desteklarni berish majburiyati bor. Shuning uchun biz bu kunda namoyish qilamiz. Eng azda, eng ojiz qila oladiganimiz shu namoyish qilish. Bo'lmasa agar imkoniyatimiz jar bo'lsa, dushmanimizga qarshi amaliy harakatlarni, ya'ni boshqalar qanday tajovuzchilarga qarshilik berayotgan bo'lsa, biz mi shunday qarshilik berishimiz kerak edi. Ammo afsus bizga xalqaro sharoitlarniki yer bermasligi, ikkinchisi bizga shu destek bo'lmayotganligi tufaylidan bu ahvollar hozir qish Ammo biz yana bu kunni tutsak, xalq bo'yishimiz bilan yoki mayli to'g'ish qilib, men falonchi tashkilotning raisi, bugunchi tashkilotning raisi, men faqat falonchi Uyg'urning vakili, bugunchi vakili deb o'tirib, shu suhbat qilib, ishni qilmagandek, ko'zimizni yumilib, Xitoy bu kunni bizga ishni qilmagandek, bu kun bizga eng ig'ir fojialarni akkaginki yilsiz ekanligini o'zimiz la'nat qilmasak, o'zimiz qarshilik qilmasak, juda Xitoy degandek shu Xitoyga vaqt qozondirib berishdan boshqa narsa qilmagan bo'lamiz xolos. Shuning uchun biz kendimi bir oy ilgari buni e'lon qilganimiz edik. Barliq tashkilotlarga, barliq shaxslarga, barliq Sharq Turkiston xalqiga, yolg'iz bir kishi bo'lsinmi, hech nima qilmasmi, sotsial media orqali bu kunni, bu qor, bu la'natlik, bu motam kunini shunda xotirlab, Xitoy tajovuzchilarining Sharq Turkiston zaminidan chiqishini va xalqaroniki Sharq Turkistonning besib olgan davlatlar e'tirof qilishini va Sharq Turkistonning mustaqillikni asliga keltirib ko'rishini qo'llashini chaqiriq qilish orqali o'zimizningki bir insoniy burchimizni, vijdoniy burchimizni,
milliy burchimizni ado qilgan bo'lamiz. Rahmat. Bu onun birinci oktyabr bilan 12 oktyabrniki mohiyatli farqi bor. Biz barliq ko'rinmanlarniki buni aql bilan o'ylab chiqishni. Agar dushmanimiz Xitoy bo'lsa, Xitoy hujum qilib Xitoyning askari hujum qilib kirgan vaqtni, bizning davlatimizni ishg'ol qilgan vaqtni biz esimizda tutishimiz kerak. Bu hayotlik bu bir nomuslik biz uchun. Biz bundaq kunni esimizda tutmay, bundaq kunda o'ynab yursak, Xitoylarning bayramida ularniki konsulxonasining oldiga berib, elchixonasining oldiga berib vaqirab qo'ysak, bu qiz ahmaydigan ish bo'ladi. Biz o'zimizning gapini haqq tushuntirganda, mandaq bo'lgani uchun, ma sababdan biz mandaq bo'ladi deb tushuntiradi. Xuddi sadiq doir ustida degani o'xshash. Ular shu kuni hujum qilib kirdi. Bu irqiy qirg'inchilikni shu kundan boshlab qilyotdi bular. Hamma ishni shundan boshlab qilyotdi. Eg'izingda sen unidan deb qo'yganing bilan hal bo'lmaydi. Faqat biz mustaqil bo'lsak, ishlar hal bo'ldi deb deyishningki asosini logikalik, mantiqlik asosini tushuntiradi. Bizga aql yuritganlar va boshqalar oldindan o'ylab qo'ygan. Biz namoyishda bo'ldik. Mushkin zodi biz chiqishga arzimdi. Bu kunni biz xotirlamda qoldik. Davlatning motam kuni qaysi kun? O'zining davlatining motam kunini bilmaslik bu bizning musulmon emas. Rahmat. Shuni bir o'ylab ko'rishinglarni umid qilamiz. Endi hukumatimiz bir yaqinda bir bayonot e'lon qilgan. Bu bayonotda biz hukumat bilan tashkilotning ustiga farqini so'zlagandan sirt hukumat tizimga oldirilishi shart degan safsatga radiya bor. Siz bularni tafsil tushuntirasiz. Xo'sh. Endi bu haqda hukumatimiz nurg'un necha qatim bayonotlardan so'zlan, hatto men shaxsan bu to'g'riliq ozgina bir 3-4 qatim so'zlab bo'lgan. Doim bu hukumat qurilgandan tortib hozir qadar pat kimlar tarafidan o'tirib qo'yiladi bu. Shu hukumatni yo'q qilish yoki itiraf qilmaslik, yo'q qilish, kamsitish uchun qilingan narsa. Bayonotimizda deb bo'lganimizdek, ya'ni men buni takrorlab yurishning hojati yo'q. Necha qatim takrorlab bo'ldik, eng oxirgi qatim bo'lsin, ya'ni shu bayonotimizda qisqacha o'qib olsam bo'ladi. Bir hukumat, bir mustaqil bir qurum, bir tashkilot emas, bir shirkat emas. Shuning uchun hukumatlar hech bir yerda tizimli elinmaydi. Unda boshqa bir hukumat davlatning aslida bir hukumatning tizimli elin olmaydi hech yerda. Xalqaro hech qanday bir unda bir nima yo'q. Shuning uchun bu hukumat qurilgan vaqtimi 2004-yili 9-oyning 14-yilda 14-yilda qurilgan vaqtida shu maqsad bilan hukumat bo'lganlik uchun tizimga elinmagandi. Qasdan tizimga elinmagandi. Chunki bu hukumat, agar biz o'zimizning hukumatimizni nim qilib itiraf qildirishga yoki nim qilishga, qonunli qilishga boshqa bir hukumatga berib, sen mani tizimga epazsak, hukumatniki bir ishni silab qolmamdoq. Mana o'ylashinglar kerak. Bizning mustaqil bir davlatga vakillik qilayotgan bir qurum deb o'zimizni jakalig'imizni nim foydasi vaqtda kulkilik bo'lmamdi. Aqlani o'ylash kerak buni. Yani buni ba'zilar bilmay so'rayotganlar bor. Chunki afsus bilimi bo'lmaganlik uchun ba'zilar bilimi borganlarmi shu qasddan kimlar tarafidan buni qo'chab xuddi bu nimedek doim qo'chab turmisi bo'lmaydi. Amerika qonundimi yoki boshqaning qonundimi shu hukumatingni itiraf nima surgun hukumatingni hatto surgun hukumatlarnimi tizim qoldirish uchun kerak degan bir shart yo'q hech joyda. Deb qo'yinglar, shuni bilib qo'yinglar. Bo'lmasa hech kim
2004-yili 9-ayning 14-yilida Amerika parlamentida faoliyat o'tkazib, biz Sharq Turkiston Turg'unli hukumatiningki qurilganligini faoliyatini u yerda o'tkazmaydik. Agar tizimga aldırılmagan bir iş bo'lsa, tizimga ilish majburiyat bo'lgan bo'lsa. To'g'ri. Bu yerda faqat tizimga ilish majburiyat bo'lgan ishlar shu. Buningdan yani ilish uchun, yani ağamlik, yani ilish uchun ketmaydi de. Yani elip yani bagin kishi, masalan, bu yerda siz bir teşkilat 15 bin dolar basınız, ahırda o siz hüccet çıkıp durdu. Yılın ayıkıda bacınızda 15 dolar ödemeysiz. To'g'ri. Başta şu kadar. Fakat şunun kıllam yaraydı. Şunun kıllam kitdi o tizim nimisi. Başkalarınınki nimtişka. O vakti mı hükümetin özünü tizimlatmaysılar. Tibet sürgün hükümeti özüne nimisini tizimlatmaydı. Tibet sürgün hükümeti de tizimlatmaydı. Amerika'nınki mesela NED, hemmeden bileceğin NED. O Amerika hükümetinin nimisi ama onu Amerika hükümeti de tızımlatamaydı. Yüzüne falan teşkilat yak bugün teşkilatta. Bir teşkilattaki bir şirkette tızımlatamaydı. Fakat bunun karmık astıdaki bir nasi tızımlattı. Ve biz zürür boğal 15. yılda şu vakti Kanada'dakiler yani kılıç için şu vakit rahbarlığa müşini teklif etken şunun bilen rahbarlarımız yani şu hükümetin kimliğini saklap kaliş için için Şarkı Türkistan Türk'ün hükümetinin diplomasi ve kişilik şansı da oturup koygandı. Ve 2019 yılda mı bizim Amerika'da okmokşaş. Bir yerdeki kılıklarımız mı, bir yerdekiler mi? Yani kılık yerden kılık kovallar okmokşaş nasıl talep kıldı. Şunun için biz yana Şarkı Türkistan Türk'ün hükümetinin kişilik hukuk ve diplomasi ve kişilik şansı da tızımlattık. Non-profit şeklinde, karmakını tızımlattık. Umumi hükümetini tızımlattan iş yok. Çünkü onu kınmayız. İş yok. Biz bir hükümet, bir teşkilat, bir şirket emez. Bunu bilişinler gerek. Bu hükümet kılınıvatkan bu hücum bulup mu bazıları meyli bunu bilip kıysın, bilmeyip kıysın, bulup bilip kılavatkallar zaten bilirdi o kastan kılavatkallıkını. Şu arada kalıp şu aldınıp gitip vardı. Ama bu hücumla şu hükümet kurulgandan tatip ağır kadar okmokşaş bir özgergen bir nesi yok. Hatta şunu da bey ta Şarkı Türkistan devleti mustakil boğuşa yani Şarkı Türkistan devleti mustakil bulup bu hükümet sürgün hükümet yok boğuşa ya sürgün hükümet yok boğuşa bu hücumla bunda fitile davamlaşıyordu. Çünkü Xitay için bu Şarkı Türkistan hükümeti bir nasa meyli sürgünde olsun meyli sürgünde emas olsun bu Xitay'ınki şu içini kanıtlayan en ağır sözmüş ya. Doğru. Çünkü bu kanunlukta bizden kanunlar arasında. Xitay arkandak yollar bilen meyli akılsız adamlarımızın arkalık olsun meyli özününki şu sosyal medyada başka yerde karı hesapları olsun meyli özünün taşkışlar Ministerliğininki öz vakti kurulganımızdan taat bazı kadar kilovatkan hücumları olsun bu şunda akıp geldi. Ve biz mustakil devletimizin asıl keltirgen çaktı mı? Şarkı Türkistan Cumhuriyeti'nin kayıtlıklarına baktı mı? Yana şunda uyallarını oynaydı bu düşün. Biz 3000 yılının yazı bu Xitay bilen küreş kilovatımızı kıranda sana. 3000 yılının yazı bizning ecdatlarımız kanayimi ecdatlarımızın taat bağırlıkça biz Xitayla bilen düşmanlık haletler. Biz bazıda özümüzün düşmanımızdan tanıyanmagan bilen bazılarımız. Xitay bizninki ta 3000 yıldan tatip bağırlıkça düşman ikililikimizni unutqını yok. Bir vakit unutqını.
biz daim buni yo'qotish uchun suiqasdlarni, ilini ayirallarni, şöyle 36 strategiyasi bor ya, şunu işletip, aramızdan çıkan hain munafiqni işletip, hücum qilib kelmoqda. Burunmu qiygan, bunday kimni qiladi? Shuning uchun bu vaqtda eng oxirgi javobimiz, agar buni yana ko'chlar desanglar o'zingizning ishi. Agar Xitoy shunda vazifa bergan bo'lsa, marhamat qilaveringlar. Ammo biz bunga yana javob berib nimtib qavshaydiganlar qavshayversin, karvon yuraveradi. Biz qarab mingaveramiz. Rahmat. Bu vakitim pek inçki tafsili cevap verdiniz. Bizim ahirki tırnak cevabımız olsun. Hükümet tizim kaldırmaydı. Biz sabit damarın yolundaki kanunlu hükümet, bizim nişanımız müstakillik. Vatanımızın müstakillik. Bundan adaşmayımız hükümetimiz kanunlu. Hem de bu olsa da yapmayız. Rahmet. Hem de biz aldığımızda bizdeki Cumhuriyet günümüzde hatırlayımız. Bu ceryanda biz hükümetimizin kurulğanlığının 20 yıllıkını hatırlamak olduk. Bu doğruluk olarak söyleyen olsun sözler. Albatta, asosan bu 11 ayninki 12-sini tartib 13-siga Amerika Washington DC'da 2 kun shu faoliyat yapırımız. Faoliyatning ko'p qismi asosan hozirgi Sharq Turkistondagi bo'layotgan vaziyat to'g'risida va Sharq Turkistondagi bu irqiy qirg'inchilikni, bu mustamlikni va bu ishg'oliyatni ayaqlashtirib, Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish uchun qanday konkret harakatlar yapiralaymiz? Shuni biri shu hukumatimiz va parlamentimizning ichidagilar bilan va sirtdan kelgan mehmonlar, mayli bizimizningki xalqimiz boshqa tashkilotlar bo'lsin, mayli chet ellik tashkilotlari yoki chet ellik hukumatningki xodimlari bo'lsin, ular bilan buni shu yerda muzokiralashamiz. Va birlikda qanday bu Sharq Turkiston davosini, mustaqillik davosini qanday ilgari surish uchun bu vaqtda muzokiralashamiz. Buningga Sharq Turkiston surgunda hukumati bilan Sharq Turkiston surgunda parlamenti buning sohibxonlik qiladi. Ariyada bir devlet bir yerde faaliyet qilsa, buning sohibxonlik qiladigan bir davlatlar bor. Onun necha davlat sohibxonlik qilmaydi yoki onun necha tashkilot sohibxonlik qilmaydi. Birisi sohibxonlik qiladi, surgunda hukumat devletimizning hükümetimiz bo'lganlik uchun va parlament bu hükümetning parlament bo'lganlik uchun bu ikkisi birlikda sohibxonlik qiladi. Ondan sirt mayli ichimizdan bo'lsin, mayli tashimizdagilar bo'lsin, hammasi mehmon sifatida qatiladi. Va shu 2 kun faoliyatda Sharq Turkiston sobiq Sharq Turkiston jumhuriyatlarini va Sharq Turkistonning mustaqillik gününü hatırlaymiz. Bu kunda yana shu kimlik Sharq Turkiston kimlik kartasini e'lon qilgan kunimiz yana shu kuni va boshqa faoliyatlar bor. Asosan shu ikkilar qatnashadigan tashkilotlar bilan qanday qilib Sharq Turkiston masalasini, Sharq Turkiston mustaqillik masalasini, davlatchilik masalasini xalqaro ilgari suramiz, qanday faoliyatlar yapib bir kun baldı bo'lsa, Sharq Turkistonning mustaqilligini bir kun baldıroq qo'lga keltiramiz. Shuning uchun amaliy harakat, konkret harakatlarni muzokiralashamiz. Rahmat. Qiladigan ishimiz shu. Rahmat. Belki eslik qildingiz. Biz mustaqillik irodasi mustahkam muajiratki har qanday Sharq Turkistonlik qilishimizga ishimizni cho'ng ichib qo'ydik. Vatanimiz uchun, davlatimizning mustaqilligi uchun qildiqilgan bo'lsa marhamat. Shu kunda biz kutamiz. Hamda ba'zi tashkilotlar mustaqillik hamkorlik munbirimizdan ayrilgan to'g'ri tushuncha berib bir bayonot e'lon qildi. Bu to'g'ri tushuncha. Bu vaqtda belki bayonot chiqib bo'ldi. Shu Sharq Turkiston mustaqillik hamkorlik munbiri tarafidan, ya'ni qolganlar tarafidan. Ben
Ben kısaca dep barsam buludu. Bu Şarkı Türkistan Müstakillik Hamkarlık Mumburini öz vaqtida şu Şarkı Türkistan sürgünlü hükümeti oturup koyup Şarkı Türkistan sürgünlü hükümeti bilen ve müstakillikni teşebbüs qiladigan, o'zini mustaqillik uchun kurash qilma deydigan teşkilatlar bilen, diasporamizki, yani muhaciratga yoki sürgündeki teşkilatlarımız bilen amaliy ishlarda, amaliy harakatlarda hamkorlik maqsad bilan qurilgan edi. Ne afsuski bazı teşkilatlar bu munbar kurulmaylam dikkatini şirketten tatip hükümetninki nima deymiz meşhuriyetini sürüştirishga urinishtirishdi. Xuddi ular nim qilmasa hükümet meşhur bo'lmaydigandek, ular nim qilmasa, ularning qo'li ostida bo'lmasa hükümet meşhur bo'lmaydigandek yoki hamma narsani ular yo'l qilmasa hükümet meşhur bo'lmaydigandek. Mushunda ishlar bo'ldi. Nurg'un tehditlar bo'ldi. Bu ba'zi shu tashkilotlar tarafidan. Haqorat ig'ir inson qalbidan chiqqan siz haqoratlarni qildi, tuhmatlarni qildi. Hatta yurtvozlik tashabbuslarini qildi. Va buningga biz o'tamaydiganligimizni bildirsakmi biz juda sabr qilaylik. Manga hozircha nim qilmaylik dedik. Javob bermadik, jim turib oldik. Chunki biz bir hükümet yana nurg'un takliflarni berdik. Mana ma amaliy ishlar bor. Shunda hamkorlik niyatli bo'lsa, ko'pincha unimi sanglamı birini tanlanglar, qaysini hamkorlik isha olaymiz desa, birsig'imi unimidi. Unda olsa sizlar hamkorlik isha olaydigan amaliy harakatning birisini dangladisizmi, uningga munima, ya'ni shunda uyallarni o'ynab yuraverdi. Hatta qasdan ziddiyat chiqarma deb masalan 7 ayning 5-kuni Aqsarayning oldida namoyishdan keyin to'yuqsizdan berib sizga hujum qildi. Shu ma'lum bir tashkilotning raisi. Uningmi yana siz hamkorlik bozulmasin deb kesiniz va hukumatchilarni uning sukut qilib buni qayirib qo'yayli. Hamkorlik bozulmasin, xalqimizning umidini uzmayli deb yana tishimizni, tilimizni chaynab o'ttarsak, yana to'xtamadi. To'xtamadi, kunda shu bir nimalarga qavushib o'tadi. Biz yana shu sukut qildik, yana dedik, agar hamkorlik haqiqiy hamkorlik qilish niyatingiz bo'lsa, yana kelinglar. Danglar qaysi amaliy ishda hamkorlik qilalaysizlar, nima zihnimizni shuni qo'yaylik, diqqatimizni shuni qo'yaylik. Bizningki, hukumatningki va bu minbarningki doimlab kelayotganimiz birlam nimamiz bor bizningki, birlam nishonimiz. Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish. Birlam dushmanimiz bor. U bo'lsa Xitoy tajovuzchilari. Xitoylar bilan Xitoy bu yerda Sharq Turkistonda turgan vaqtda bizningki bir vaqtimizni, zihnimizni boshqa narsa ishmo bir jinoyat deb hisoblasak bo'ladi qarindoshlar. Biz zihnimizni dushmanimizga qarshimiz kerak. Dushmanimizga, bir-birimizga masalan chiqatim silq jihatdan, chiqatim ilmiy jihatdan, chiqatim diplomatik shaklda shu mayli hukumatimiznikilar bo'lsin, mayli parlamentimiznikilar bo'lsin, mayli boshqa tashkilotlar bo'lsin, buni o'tirib qo'ydi, ammo bu niyatidan, ya'ni yo'lidan voz kechmadi, qilqidan voz kechmadi. Hatta hech oshkora tek qildi. Agar Kenya kelmasan, biz boshqalarni tilagandek sizlarni tillaymiz, nima deb ashunda deb qo'ydi, boladek. Ma'lum bir tashkilotning raisi.
Onunga mı kıldık? Onunga mı kıldık? Aygıp dedik ki, kılığından kâginini kıl. Yani deydiğimiz şu, hamkarlık kıladigan niyet bolsa, biz üstüde hamkarlık kılımız. Lafla demez. Bu bazı teşkilatlarını men obdan bilmem. Neç yılın yazı hamkarlık kılaylı dep, hamkarlık yakın tanmadım. Onun hükümetki yakın kâzisi bu, onun kumunu mu diyor? Eğer hükümet gücün olsa, emeldi gücün olsa kâzisi, 2018-19 saylamı red kıldı. Katlaşık unumay, biz itiraf kılmayımız, andak kılmayımız, mandak kılmayımız da 2023'te bu okşaş inim kıldı ve bu hükümetke kılıngan bu ucunla bayım davetizlik daim var. Daim bu oynanıp durdu. Bazıları bilip oynayıptı, vezifelik, ama köpünç halkımız bilmeyipti. Ve bu işinki en içinişlik yeri, yani bir yeri. Bir yerde kimler saklı hesaplar bilen, Facebook'ta olsun, başka yerde olsun, Twitter'larda olsun, saklı hesaplar bilen, namsız, hakiki namemez, kimliksiz hesaplar bilen, bir taraftan hükümetni qo'llagan bo'lib, yana bir taraftan anıtılgan bo'lib, yana birlar alınıp qo'llagan bo'lib, yana bir taraftan hükümetni qo'llagan bo'lib, aşında hujumlarni qildirib, qasddan yuzga chiqaraman deb qo'ydi. Va onunki bizni yana shu necha qatim bu to'g'riliq radiya bergan turib, o'z vaqtida bilasizlar. Masalan, ismini ag'im yo'q, Shvetsiyada bebalabati. O'z vaqtida hükümet anda qo'llayman, manda qo'llayman deb haqni tullab yurdi. Anandaki o haq salih kıldırıvatı da ne çıkıttı müştah töhmetler kıygallık için bu vakıda biz bayanat vergen top. Bizninki torbitimizden falançı, pukunçı ismini tapan mısınız? Şu müştah kıygal ismini tapan mısınız? O bizge vekillik kılmaydı o. Onunki kuçudaki, onunki bununki deyişi bizninki ağzımız emez. Biz hakikaten tutanmaydı kemmeyiz. Bu emmeden bizninki kavşayıverdi ki, bu bizim işimiz emas. Ve biz şu vaktimiz yok. Eğer hükümetini kollaydıgan, hakiki kollaydıganlar olsa, başkalar hücum kılmanlar, ameli iş kılınlar, hareket kılınlar, başkalar hücum kılmanlar, başkalarını tılmanlar. Bizim namımızı işletip, başkalarını inim kılmanlar da ne çıkıttım, agalandırdık, ne çıkıttım inim kıldık. Ama o sakt hesabının akısta kimler var? Belki Xitay var, belki şu Xitaylı bilen hemkarlaşıp atkan Türk teşkilatı nimedek Türk'le var, buluşum mümkün. Bilgili bulmaydı, Mehmet Şükürlü'dek, başkalarıdek. Belki şunun etrafı şunun bilen hemkarlaşıp atkan, şöyle mesaj verip atkan kişiler, münafıklar buluşum mümkün. Onu biz bilmeyimiz. Ama biz hükümetimiz onda bir şeyin bunu tıllap kıygan bir yeri yok. Şunu da yapmayayım. Yalgan töhmetlerinin kıtı bular. Bizni anda kıldı, bizge anda kıldı. Hükümet adamlar bizni tılladı, akçıkıp çıkıldı. Biz hiç kimde tıllıqınımız yok. Xitay'dan başka hiç kimde tıllıqınımız yok. Xitay'ını tıllıqsak, tecavüzlü Xitay, terörist Xitay, faşist Xitay'da tıllaymayız. Ağzımızı buzıp ananı, akşiti, kökşiti, anda kılımı, manda kılımı da insanın kalbiden, insani kalbiden çıketken ahlaksız sözlerini işletmeyimiz biz. O bir. Yani en ahır deydiğimiz, bu bazı teşkilatının ki sahtı uçur takipçi ve manipülasyon birleşi munberge ve hükümet kurulgan hücum bulup kalmasından umumi Şarkı Türkistan müstakillik görüşlerinden bevas tehdit. Bundan keyin munber, yani Şarkı Türkistan müstakillik munberi hükümet bilen birlikte müstakillik görüşünü hakiki ilgili sürüş bolgan maslaştırış tirişçalıqını istildik berildi. Hem de hakiki hemkarlık.
sözde emas, ameliy ishlar bilan, ameliy harakatlar bilan hamkorlikni urinish va shuningga moyil bo'lgan tashkilotlar va shaxslar bilan hamkorlashib bu mustaqillik kurashini davom qildi. Yana deyman, bizningki birlam nishonimiz bor. U bo'lsa Sharq Turkistonning mustaqilligini nasl keltirish, birlam dushmanimiz bor. Xitoy tajovuzchilari. Onundan başqalari bizni dushman kelsa u o'zining ishi. Ammo biz ularga bundan keyin javob berib ularga turadigan ishni qilmaymiz. Chunki biz bir hukumat qavshayverman desa u o'zining ishi. Biz yo'limizga qarab davomlashib turaveramiz. Yalg'iz bir kishi qolsakmi bu yo'lda, ak yo'lda. Ya eng oxirgi nefesimiz kadar, eng oxirgi qon chiqanimiz kadar bu yo'lda kurash qilib o'limiz, ya mustaqillikni aslo keltiramiz. Biz uchun boshqa yo'l yo'q. Shuning uchun biz yana xalqimizga deymiz. Ba'zilarniki uyallarga, mayli bilib qilayotgan uyallarga yoki bilmay do'tlik qilib Xitoyniki va boshqalarniki o'tirga fikri terish uchun chiqagan uyallarga aldanmaslikni talab qilamiz qarindoshlar. Yana davomliq da'vatimizdek ish ustida, harakat ustida hamkorlik qilish. Mayli qanchalik bo'lsa, mayli bir namoyishda hamkorlik ishni qilamizmi, bir namoyishda hamkorlik qilish bo'lsin. Mayli terrorist Xitoy Sharqni besib oldi, deydigan bir hujjatni imzo qilish orqali bo'lsin. Mayli sotsial mediada Xitoyga qarshi sosyal medyani bir hamkorlash qilish orqali bo'lsinmi, har qanday eng oddiy cho'ngyadan tushib ketmayli, eng oddiysidan shundan boshlaymiz va haqiqiy harakat qildiganlar bilan harakat qilamiz. Ig'izda nim qilib vaqt hozir diqqatimizni boshqalar qo'ysak, shunda ses gaplik qilib tuhmat qilganlarga, qasdan jidal chiqirman deydiganlarga, yurtbozlik qilib millatning orsidagi millatimizni parchalaymi deydiganlarga yo'l qo'yib qo'ysak, bular bilan ablashib o'tsak, biz asli nishonimizdan qayrib nishonimizdan zaten düşmanın niyeti şu, Xitoyning niyeti şu. Bizni nishonimizni adashtirib, Xitoyga qaratmay, harakatimizni, davlatimizni asl keltirish harakatiga qaratmay, bir-birimizdan shunda qavash-chavash nimaliga qo'yib qo'ymoqchi. Ammo biz hozir qadar hukumat buningda izchil diplomatik va kasbiy jihatdan biz tutdik. Ammo qilganimiz buni yo'l qo'yganligimiz emas. Biz xalqimizning umidsizlanmasin, xalq intilmasin. Başka teşkilat, vicdanlık bağ teşkilatımı vicdanı göre kimnin kim ekerlikinin bilivasın biz kuraylı. Yani şu ameli hareketlerge ütüş için imklaylı da ne çıkarttım kreştok. Ne çıkarttım imkıldım. Ve biz çıkartmadık, biz çıkarttı. Yani karlık kılıç niyeti bombagallık için ülçiketti. Yani maksatına yetemeyenlik için ülçiketti. Çünkü bir adam ammisini kemez. Bazılarını kim? Şu yandan başlık atkalının maksadı şu bizde şu cidel macerağı hep yaşlan. Biz onunla yol koymadık. Biz ulanı kavap, tılap insan kalbinden çıktıran nesiller bilen hakaretlemedik. Yurtvazlık kılmadık ve kılmayız. Doğru. Çünkü bizim birlam düşmanımız var. O bolsa Xitoy. Başqalar bizning düşmanımız emas. Birlam nishonimiz var. O bolsa Sharq Turkistonning mustaqilligini nasl keltiradi. Başqalar bizni hujum qilamdi, nim qilmamdi, bundan bilan ortiq parvoyimiz kelak. Biz bilan hamkorlik qilib, haqiqiy hamkorlikni epirganlar bilan yo'limizda davom qilamiz. Agar hamkorlik qilish niyati bo'lmasa, qilmayman deymiz deganlar bo'lsa, olmaydi. Hammadan o'zining ishini qilib bo'ldi. Biz yo'limizda davom qilaveramiz. Yani bu mustaqillik yo'lidan, mustaqillik
nişanımızdan vazgeçmeyimiz ve vaktimizni, zihnimizni, hücumlarımızı, eğer hücum kılırgaç olsa şu düşman, Xitay tacavuzçılar hücum kılımız. Baş özümüzden halkımızga emas. Ve bununla Xitaylarmı bilip kalsın ve Xitay bilen hemkarlaşıvatkan, bu uyanı maslaşıvatkan meyli şerikler bolsun ve meyli buna hayırlı bolsun, bunu bilip koysun. Rahmet. Dediğimiz şu, kağında şu hükümetiminki, ülkemizin demen, müstakilliğinin biriniki, belki bayanatı çıkan bolsa şunu bilip göreliyiz. İlmi iş, diplomat, praktik şekilde. Bo'ldi, rahmat. Biz o bayanatni e'lon qildik, shuni to'rtin ko'rishinglarni umid qilamiz. Biz har qanday ishni siyosiy yo'l bilan, qonuniy yo'l bilan va diplomatik yo'l bilan qilamiz. Shu usul bilan kelamiz. Bir insonning rasyonalligi uning ish harakati bilan ayon bo'ladi. Shunga har insonning ish harakati qarshiligini umid qilamiz. Chekinish to'g'riliq bayonotning uyg'ur tili bilan ingliz tilida farqi bor. Bunda o'yinni biz dunyo uyg'ur qurultayida ko'rimiz mumkin desak, ulardan ko'rib qoldik. Samimiyat pek mühim. Bu müstakil görüşümüzde. Hem kiriş sözlü ben misal aldım. Hükümetimizden küçük oluşu kimge ziyan? Kimge fayda? Ondakta biz nimeni gördük? Akıl, kırındaşlar, akıl. Elime müstakillikni irade kılgan toğru niyet insanlarımız var. Bizim çıkımız kang uç. Birli düşmanımız var, birli nişanımız var. Bizning dinimiz mi? Toğru insan bilen toğru yolda mağlayalım. Bizning kılıbatkallarımız Allah rızası için. Ben namayışta sağlıklı dayanın hayacandan titregen, azatdan boğulgan, açıktan partılgan şuarga ergeçken vaktında ben şunda oylayman. Eğer bör vatanımız olsa bizge bu körgülük ne hacet edi? Sağlıklı dayar namayışını tosmakçı olan Amerika saksıga gazetin yerilip öz hukukunu talep kılıbatını da ben yana şunda oylayman. Öz vatanı, öz halkın demse sağlıklı neme? Neme capa? Sağlıklı dair fakat 6 yıl turiş nisip olan vatanının zarını her xil siyasi sorunda imkan kadar tepsili Çin anlaşıp birleşkanda ayacandan jığı baskan avazını titirgen vücudun körgünümde men yana şunda koyayım. Uluk ilahim ör vatanını bizge nisip kılmagını bilen vatan için can tasadduk, vatan sevdası, ot, yürek, oğlanın sağlıkını bizge nisip kılgın eken. Vatan iman cümlesinde Vatan iman cümlesi bolğun için qarindaşlar ulug' ilohimizni imandan ayırmağa. Amin. Bugünkü programımız inşaat akıllaştı. Hemmimizin başlıqı xeyirli olsun. Sağlıklı bir efendim. Allah